Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Xalq banki hamkorligida Piskent tumani G'ayrat MF 24/2 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerga pomidor mahsuloti ekilgan bo'lib, yerning umumiy hajmi 7,5 gektardan, uzunligi esa 9 metr, eniga esa 153 metrdan iborat. Bu yerda ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar gullash jarayonida, ekinning yetishtirilishi 81 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida ekinlar sug'orilgan, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantirilgan. Ushbu loyiha 15 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan bo'lib, har bitta dehqon xo'jaligiga o'rtacha yarim gektar, ya'ni 50 sotixdan to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirilishi uchun lider tadbirkor Abduqulov Hamroqulov fermer xo'jaligi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha kelajakda har bir gektardan 35 tonna, jami 262,5 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yetishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromad olinadigan ekin turi ekilishi va yuqori daromad olinishi rejalashtirilgan.